Finex Best serverida oddiy playerlarni va umumiy playerlarni Ender World'da trap qilishga harakat qilib ko'ramiz. Trap o'zi nima narsa? Qanot tuzoq qo'yib turib, unindagi lootlarni olish. Lekin biz lootlarni olmaymiz. Chunki bu shunchaki video. Odamlarni xafa qilish niyatim yo'q. Hozir men tanish olmaydi, chunki men hozir boshqalikdan kirganman. Toji Fushigoro. Mashnikdan kirganman. O'zi aslida Nikim Pro Ahmedov. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan elementlar hozir barchasi bor. Endi qolganini o'zimiz qolamiz. Birinchi navbatda to'liq kino olishimiz kerak bo'ladi. Ana. Birinchisi tayyor. Endi bularni shunchaki ko'chirib olishimiz kerak. Buzamiz, bo'ldi. Keyingi qiladigan ishimiz biza Nether emas, Ender Worldga borish. Chunki Over va Nether Worldda PvP qilish va qanaqadir traplan qilish umuman mumkin emas. Lekin Ender Worldda bulan qilish hammasi mumkin. Odamlar o'zi hayron, chunki men 1 sekund ichida o'zi to'liq armor kiyib oldim. Bu to'liq enchant qilingan armorlar. Cheater deyapman. RTP va bu yerdan The End tanlaymiz. Mana yana hozir. Ajoyib lokatsiya bizga bo'ladi. Hozir birinchi navbatda past qarash kerak, chunki biz hozir pastga tushib ketmasligimiz kerak. Iloji boricha teparoqdan olishimiz kerak. Demak, mana shu tomonlardan qilsak bo'ladi. Bizga hozir birinchi navbatda 3 ga 3 tomondan to'liq tozalab olishimiz kerak. 3 ga 3 emas, 4 ga 4 qilsak bo'lar ekan. 1 2 3 4. Chunki biz nimaga 4 ga 4? Mana bu crafting table'larni bitta-bitta taxlab chiqishimiz kerak. Mana. Mana shu taxlangan paytimizda to'liq sig'ish kerak. Bu bizga yetadi ikkita. O'zi 4 ta qilsak ham bo'ladi, lekin 2 ta ham yetardi. Nu 4 ta qilamiz mayli. Ajoyib. Endi men to'liq pastga tushaman. Bizda deyarli natijamiz tayyor. Endi buni ustini yopishimiz kerak, chunki odamlar sezib qolmasligi kerak. Va bizda trapimiz 100% tayyor. Endi keyingi navbat odamlarni allab turib bu tomonga chaqirishimiz kerak. Hozir bizda soat tungi 3 va 5 ta odam bor. Biz hozir bu joydan Uzasser degan odamni chaqira olamiz. Bittasi ketdi. Ketdi bu ham. Xullas bu safar o'xshamadi, lekin keyingi safar aniq o'xshaydi. Videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoni kutib qolasizlar. Hammaga rahmat.